Umra safariga borish kimlarga vojib? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Umra safari vojib amal emas. Umra safari sunnat hisoblanadi. Ba'zilariga ko'ra muakkada sunnat. Nima bo'lganda ham sunnat amal hisoblanadi. Vojib emas. Endi qarz olib, birovdan qarz olib umraga borsa bo'ladimi desa, ha, qarz beruvchiga qarz bergani tufayli umraga borsa, umrasi durust bo'laveradi. Yoki qarzdor kishi qarzini to'lasinmi, umra qilsinmi degan savolda umraga borishlik sunnat bo'ladi uning uchun, ammo qarzini birovdan haqqini ado etishlik u vojib amal bo'lganligi uchun, demak birinchi navbatda u qarzini ado etsin. Yo'q, agar qarzini ado etishdan oldin qarz bergan tomonga, haqdorga borib, men umraga bormoqchiman, sizni qarzingizni bermay tursam bo'ladimi desa, u ruxsat bersa, uni ruxsati bilan borib umra qilib kelsa bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlab qo'ymoqchiman. Bir necha marotaba aytganman. Qarzdor odam, haqdor odamning ruxsatisiz ya'ni zarurat bo'lmagan safarlarga chiqishi mumkin emas. Demak, haqdor ruxsat bermasa, qarzdor odamga dam olishga, umraga, chet elga aylanishga, ko'ngil xushlikka haqqi yo'q uni. U birinchi navbatda o'sha pulni qarzga to'lasin. Hozirgi paytda ba'zi odamlar oyog'idan boshigacha qarz, hech haqdorlarni rioyasini qilmaydi. Hali qarasangiz chet elda dam olishda, hali qarasangiz u yoqda, hali bu yoqda. Bu birovning haqqiga xiyonat bo'ladi. O'sha haqdor odamning iznisiz chiqqan har bitta harakati gunoh safar bo'ladi. Shuni bilib qo'yish kerak. Bundan tiyilish lozim bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.